Balam, apam qani? Apam, etizlik ketdi. Ma bir nimani bilib olgin desam, o'rganish qilaman deb turib oldi da. Enangning degani rasma? Davlatlik imtihon yiqilishib qolgandi. Shu. Ketira, unda qasqiningni. Sendek yetmek imtihon berishi kim qo'yibdi? İmtihandan o'tadigan taqdirdimi? Yana shu, dehqon bo'lasan, dehqon. Bak qara. Dehqonning bolasi dehqon bo'ladi deganni biladigansan, ha? O'zingga chog'liroq ish qil. İmtihon beraman deysan ataxi. Bu deganing xato dada. Nim deding? Mening deganim xatomi taxi, ha? Sen men bilan takkallashqidek bo'ldingmi? Seni o'qitib, mushunchalik qilib qo'yganimga xush bo'lsam bo'larmiki? O'qitmay desa, hili o'y kelib, hili bu kelib, jarimon olamiz deb boshdan og'ritgan. Xat. Hey, ko'zimga sat ko'rinmay o'rningda o'tir. Tura deyman. Bu gelden geç. İmtihan vermem, o'qiyman deysan ataxi. Men gap yondiroqday qo'ldingmi? Bu yetimek. Ha, imtihon bera, o'qi. Bu gelden geç. Men gap yondirmoqchimisan ataxi? Gap yondira. Gap yondirmoqsan. Açma! Açma! Hey, ego'lsa! To'xta deyman. Rasa obdan qilding dada. Uni toza urish kerak. Bu bir nimaga tayoq to'g'ri deymi? Shunday qilayotgan ishni qara. Uning tayoq oz bo'lib qoldi. Yang desa oldida kelib yugurgan. Opisi balduroq kelib. Men tomoqni atmasa, o nabik tomoqni yedi kim tang. Men gap yondirayotganini qara, bu itning bolasining. Shu emasmi? Hayvon bolasini boqsang, og'iz buningni yog' etar. Oningdek yetimni boqsang, og'iz buningni qon etar degan rost gapkan juma. Rost. Uni ilmi bakda qilib ketdik dada. Obdan balam, tatliq balam. Sen mening isil balam, ha? Yaxshi o'qi balam. Men seni bek yaxshi ko'raman, ha? Sen uyda turibda mening azroq ishim botdi. Men qaytib kelganda sen yaxshi ko'rdigan narsalardan og'ash kelaman. Ma'qulmi bolam? Ma'qul dada. Men ketdimamsa, ha? Xo'sh dada. Xo'sh. Appa. Oy. Qahramon. O'rganishingni qilmay bu yerga kelib qolsang-ku bolam. Nima bo'ldi? Bolam, o'rganishingni qilsang bo'lmasmidi? İmtihon yiqilishib qoldi emasmi? O'rganishingni obdonroq qilmasang bo'lmaydi bolam. Bana qarag'ana jilim bolam. Nima bo'ldi? Yig'lagan o'xshamamsan. Jilim bolam. Dadam yana urgan o'xshamamsan. Buna menda. Seni aşırdan karniyat adamın kolunu koydum. Agar dadam rahmeti hayat bo'lgan bo'lsa, bundan senga qilmasaydim. Ezinim bolam. Ko'rsin bolam. Bitalay bolam. Qahramon, jilim bolam. Dada, men maktabga mangayamiz.
Maktabga borgansan bolam? Ha, sana hevsim keldi juma o'g'lim. Qara, men sana pul beray. Qo'sqinga sucho qara. Lag'man ipga. Qo'sqingni hargiz och qo'yma. Ma'qulmi bolam? Ha? Rahmat ota. Hech qisi yo'q. O'g'lim, kechda baldira qaytib kel, ha? Ma'qul. Ha. Qaraysan-ku. Nim bo'lding? Senin xiyalingda menga pul bersken demoqchimisan? Hey, men qara. Seni o'qitish uchun zodi qanchalik pul ketganligini sen bilamsan. Ko'zingga set ko'rinmay, darhol o'rningda turib, mektubingga bor. Menga deyman, ko'zingga set ko'rinma, menga. To'ni Allah'ın elib, tapsa mektubingga bor. Tapsa bo'l. Ko'zingga ko'ringuchi bo'lma. Menga deyman. Hey. Ishib o'tirsan-ku. Çay koya. La qarak koya, la qarak. Acil ayak koysa. Qahramon. Bolam Qahramonjon, to'xtab turg'ina. Bu pulni oz bo'lsin yeningga sep qo'ygin. Bola. Hey! Onu qilin berding? Yenimda ishimda ishki ko'y batdi. Bolalarning oldida xijil bo'lib qolmasin deb berdim. Mao, nereden kelgan pul? Ha? Tünügün göç ağanda işip qalğan pul edi. Yo'q, ya. Yolg'on gap bo'lsin, ha? Bundan keyin sen puldagilimni ko'p topdi. Hey, nima qarab tursa? O'zim to'liqsat ko'rinmay, mektubingiz bor. Mamamsa. Hey, shu seni nima qilib yotsan bola, ha? Hoş, nan, kiyim kechak berib beqiyapman. Bunga rozi emassan? Mana, yurgin. Qo'rlamam hargiz, hayvon emas ularmi inson? Bermem azab, suluq dillarga, yiriklikda çekmişsin pigan. Bermem azab, suluq dillarga, yiriklikda çekmişsin pigan. Öz oğlini qadrlab dadam, saldi azab yetim oğlunga. Öz oğlini qadrlab dadam, saldi azab yetim oğlunga. Intip bitin bichora İmtihonlar yaqinlashib qoldi. Tayyorliging qandaqroq? Herhalde yaxshi. Urmamsa? Yaqamni qo'yvat Boris. Sen nima qilsang bu? Ha? Yaqamni qo'yvat o'tib qolay. Ata, ha? Mavering ura. Ketma Boris. Nochvosan urib boqmamsa? Ura. Astagfirullah, yaqamni qo'yvat deyman. He? Mavering ura. Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi qilinglar. Akam keldi. Qani, nochiligimni qilmamsa? Qila, ha?
Neymiş Yetim olgan oğuz ti? qılmapsa. Nima ish bo'lyapti? Maktabga ketibsam, Qani, qani. qasddan meni so'qiyapti. Nima ish so'qisan desam, mol egisidan o'g'ri kuchlik degandek. Bika demika, men urib ketyapman-da. Mushundaqmi o'ktanni qilgan bormi? To'g'ri emas bu, varsa xata. Hamma gunoh varsa. Ishingni qilish. Qat to'xtab turish. Bo'ldi, Varis. Sen kirib ketgin. Ay, menga. Sen kirib ketgin. Ukamga o'zim gap qilay. Bo'pti. Qat to'xtab tur, qahramon. Dadam bunday o'chimni olmaydigan bo'lsam. Oldirmay tur. Aqlsiz. Eningni haq urus qarab turdingmi? Haqni nimishqa urmaysan? Nimishqa eningning uchini ippamaysan? Bu aqlsiz. Bu yoqda deyman. Bu aqlsiz. Eningning uchini nimishqa ippamaysan? Haq eningni urus qarab turdingmi aqlsiz? Aqlsiz. Quduqning gap anglamamdı. Men sana ne chiqitim dedim, ha? Eningni haqlab bo'zi qilsa, qarab turma deb men sana dedimmi dedim-mi, ha? Aqlsiz. Tayoqning tayini tetpaqa. Haqni menga o'xshash ursangmamdi, ha? Dadi bir bo'lmagan bilan, onang bir g'o, ha? Kina o'xshash emas bu aqlsiz. Nima haqni eningni urus qarab tursan? Ha? Gap qila deyman. Men sana tayoqning tayini tetib qo'yay. Bu aqlsiz. Haqni menga o'xshash ursangmanda? Gap qila, yetimak. Gap qila deyman. Bundan keyin haq eningni urus qarab turib baqaqini. U noahli. U yetimak. Acaba adamı. Hey, sana imtihan berishni kim qo'yibdi, ha? İmtihandan o'tadigan taqdirdimi? Yana shu dehqon bo'lsa. Dehqonning bolasi dehqon bo'ladi deganni biladigansan. Cho'chorni ham sanabsan. Seni o'qitadiganga cho'q qara. Mening bir timi pulim yo'q. Bir timi pulim yo'q. Hey, yetim o'g'loq. Seni o'qitishga necha yildan beri qanchalik pul xarjlaganimni bilamsan, ha? Baribir qig'ining bilan cho'q qara. Yana shu, Nadika bo'lasan, Nadika.
Armanja. Xo'sh xabar bolam. Sizni bu yer kelmang degandim, opa. Bu ishlarni o'zim qilib tugatdim. Hoy jinim bolam, sana chaqiriq ketdi. Nima? Chaqiriq ketdimi? Qani o'qib baqqina, qaysi maktabdan keldikin? Şinjan Üniversitesi'den kepti opa. Rasma, yolg'on aytmagansiz? O'qish pulini qanday qilamiz? Dadanga ahvolni tushuntirib baqay bolam. Lekin uning qo'shilmaydiganligi ko'zimga ko'rinib turdi. Mushu kunlarda uning yuragi tashdaq qetib ketdi. Agar faqat amal topolmasak, urug' tuqqanlardan oz to'la bo'lsin qarz elib, dadanga uqtirmayla seni yo'lga sep qo'yman. Sen xotirjam bo'lgin o'g'lim. Bir amallarni qilib bo'lsimi, seni cho'qim maktabga yo'liq solaman. Örümchiga berib olsamlar, bir tarafdan o'qib, bir tarafdan ishlab, turmush ham o'qish rasxotimni o'zim hal qilaman. Sizga eg'rimni sanmayman, apa. O'qish. Endi bo'ldi qilsak bo'ladiki, xotin, ha? Uni moshinchilik o'qitganimmi? Yetib qo'sh, ha? Sana desam, xotin. Endi o ma uyning ishini qo'liga olsin. Bizning bu orom oldigan vaqtimiz bo'lib qoldi, xotin. Lekin dadasi. Nima lekin o? Gapni quloq ishki. Endi uni o'qitadiganga cho'qara. Mening bir timi pulim yo'q. Meni qoyil qilaman deb to'liq og'ir bo'lma. O'qitqin kelgan bo'lsa, o'zing bir amal qilib pul tepib o'qitsang bo'laverdi. Mening karim yo'q. Bu ishga cho'qara. Meni to'liq aralashtirib olma. Mening karim yo'q. O'zing qanday qilsan qil. Mushu avtobusgan apa. Mushummikan. Jinim bolam, qahramon. Sen maktabga borgandan keyin hargiz o'yinga berilmay, yaxshi o'qigin. Mening umidimni aqlab olam. Ma'qul apa. Sizmi o'zingizni asrab. Men maktabda o'qiyman deb sizni jafoga qo'ydigan bo'ldim, apa. Hargiz undaq demagin bolam. Sen baxtingni topsanglar, men shundan xursand. Yaxshi o'qigin. Xo'sh, apa. Aman bo'lib. Jinim bolam, seni Xudoga topshirdim. Xo'sh. Mashina chiqqan. O'zingizni asrang, apa. Ma'qul. Xo'sh bolam. Xo'sh, apa. Maktabga berib qo'ysangiz, unutmagin bolam. Berib qo'ysangiz o'tgan. Xo'sh. Seni Xudoga topshirdim bolam. Oq yo'l bo'lsin. Xo'sh, apa. Xo'sh bolam, xo'sh. Berib qo'ysan yozg'in, ma'qulmi? Can babam deb bakkan anam. Derya, derya, yaşları. Yüz yüzünge akkan anam sen. Derya, derya, yaşları. Yüz yüzünge
asmamam sen Meni uçup yıklap yığını Yollarımga çaçkanam sen Meni uçup yıklap yığını Yollarımga çaçkanam sen Meni üçün çoğlanıp köyür Yürek bağrı yakkan anam sen Yürek bağrı yakkan anam sen Bana da bari tügen Kalay azap tartkan anam sen Bana da bari tügen Kalay azap tartkan anam sen Kalay azap tartkan anam Baqrat, ma'an qarag'ini. Rostdan ayt. Rostdan ayt o'timan. Qahramon nega ketdi? Gap qila. Qo'ydim. Ma'an rost gap qil. Bilmayman. Bilmayman. Ha? O yetim o'g'loqni qaysi puling bilan o'rimchiga yo'lga soldi? Ha? Qarz oldim. Nim dedim? Qarz oldi? Ma gapni qara. Sen taxi haqdan qarz pul oldingmi? Ha? Kimdan olding? Ha? Qaysi saxovatchi sana pul beribdi? Sen onunğa bir ish qilib berganmiding? Ha? U sening oshnangmidi? Gap qila. To'la qalaymagan gumon qilmislar. Enimdan qarz oldim. Agar ishonmaslari berib so'rab baqslar bo'lmadimi? Estağfurullah. Bu qarzlarni endi qanday qaytarsan? Ha? Qanday qaytarsan? Nadigachilik qilib bo'lsa-mu, cho'qim qaytaraman. Meni tulish beramikin deb ham xil qilma, uqtongma. O'zing qanday tulsan tula? Mening bu ishlar bilan ko'rim yo'q. Azizam, bugungi darsni tushundingizmi? Mashaqqat tushundingizmi? Men tushunmayman. Endi muallimga so'raydi bo'lamdi. Muallim kirishchi. Kalmam bilettim. Gitiniz yapacağım. Çok önemli var Faqat tushunamadim. Menga tushuntirib qo'yaman. Seni qıçaşqan, g'arqmas ishlarning ustiga sakrab chiqib, mushuk degan to'qi yurak, nochi bo'lsang maydonga chiq deb tikan, hiliq mushuk sakrablam qoch qiltirdi demamsizlar. Haroq degan. Alomat ta'sir jubo, ha? Sodiqjon ukam, bu bola o'rta maktab o'quvchisi qiladi. Uningga aroq ichkizni saqlab bo'ladi. Nima deydim al? Agar darsni qaytdi. He, artık arlaşmay. Aroqni tatsang bunda, gaday, ha? Haqa og'zini nima qilay? Qani. Xo'ja, qarab tursa.
호시 호시 kim bo'ldi? tuya duymabsan? tuya deyman. Bora. qani hoshi Bora, boriq naring ketdi, ha? sizlarga bir usul o'ynab turay. Anisa, men o'ynashni boshladim aka. Yashaymiz degan, O'ynadoq, o'ynaymiz degan. Bugun yashaymiz, ha? La 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 la. Bo'ldi. O'ltirib, qami, o'ltir. Bo'ldi, o'ltir. Ana, qo'ldan tatole. O'ltir deyman. Bo'ldi, jimo'ta. Biz qachongacha mushunda zakkisi yo'q ochiq aroqni ichaveramiz, ha? Manda uyingdan katta, to'qo go'shi degandek narsalarni achitsang, zakkus qilib istak bo'lmanda. Aka, o narsalarga bor, lekin pishirib yeydigan uy yo'q-da, ha? Dava. Mana datlan ketdi. Senli çatak yo'q desang-chi qara, uy degan mana menda, ha? Qanday dedi? Shu, akimiz bor. Sodiq akamning qo'lidan har ishni deyman. Varışcan. Sen de meni tushunmaysan, ha? Men Sodiq akangning cho'qara. Qo'li yetmaydigan narsa yo'q, ha? Ajinolar, uyga bordi. Maqayli. Pulni to'lab at. Ey, pulni to'lab o'tmaysizlar, ha? Pul, ma pulni to'lab at. Mau narsalarni og'ash ketay. Nech bo'lyapti? Qo'lingdagi yetadi. Aka. Mana. Xo'sh. Xo'sh. Mahmud.
Lənəti oğurlar. Xuddi mənim toxollarım bilan tanışsak, ən semiz, ən yoğan toxollarımni oğurlab deməsmi? Bo'ldi dada. Qalandarlar, o ölgürlər. Chechilavermay chaylarni sizlar. Chechilmay qandaqmi tura olayman otsi? Onu qo'y. Bo'ldi qila dada. Bunchalik qilib ketmak ishmi emas-ku bu. İlahim, maşini biz üləsən. Xudayım cacağını birəsən oğurlanın. Toxollarımda anasının haqqı bağımıdır ki, bu ölgürlər. Savaqdaşlar, bu bir mavsumlik o'qishni qalbilik tamomlab, yana bir o'qish mavsumini kutib olish oldida turibsizlar. Men sizlarga bir ishni o'qtirmoqchi. Savaqdash qahramon bu mavsumda tirishib o'rganib, a'lo natija topganlik uchun men uni o'rganish hayit qilib tayinladim. Buningdan keyin men sizlarning uni texmi qo'llab berishinglarni umid qilaman. Rahmet. O'rganish boshlasangiz qayerga manaman? Maydon tarafga. Ma'qul.
onchilik emas bu. İkimiz hem partidaş hem yakın dost bo'ldik. Mening ko'zim tutqanim. Buningdanmi yaqin do'stlikni demoqchiman. Bechara balam. Kunlarim qanday o'tib atqandi. Vaqti-vaqtida pulni ivatib turamadim. Sen xaytingda ta'tilda boramayman debsan. Balkim o'qish puli tepish uchun ishlash xiyolida bo'lgan bo'lsan kerak. Bechara taleysiz balam. Seg'inish o'tida puchlangan qalbimni qachonmi tinchlantirasiz? Qachonmi jinim apa deb oldimda paydo bo'lasiz? Xayr. Bomba kelgusi uchun.
Qahramon, sizning yurgingiz bormi? Gapingiz bek ochiqchimi sizning? Ajab buni so'rab qoldingizmi? Shundaqmi so'rab qo'ydim. Yo'q. Men bilan yuradigan qiz texi bu jahonga aprida bo'lmagan bo'lsa kerak. Aprida bo'lgan bo'lsa-mu, topolmay yurgansiz balkim. Yoki o'qishni bitirib bo'lib, xizmatga chiqqandan keyin muhabbatlashishni o'ylashyapsiz. Menimcha, muhabbatning vaqti saati bo'lmaydi. Agar ikki qalb bir-birini haqiqiy yaxshi ko'rishsa, muhabbat tabiiy shakllanadi. Qandaq tabiiy? Masalan, ikkimiz bir-birimizni haqiqiy yaxshi ko'rishib qolsak, bir-birimizga mehrimiz tushib, ko'ngil rishtimiz uzluksiz bir yilga bog'lanib qoladi. Aski. Degine bala. Sana neç pul lazım? Mansum dada. Buncha ko'p pulni nima qilasan, bolam? Voy, opa. Men sana necha qitim tijorat qilaman dedim-ku, ha? To'liq sizni tugatibla o'qimayman deb maktabdan to'xtab qolgandan keyin tijorat qilaman degicha, etizer qishlarga yordamlatsang bo'lmamdi? Bo'ldi. Onu eg'ir emgekten ezilib tugatsin demsen, ha? Og'zing kelganini jo'layverdi ekansan. Qandoq degan gap bu? Mana bu Mansum. Rahmat dada. Tugisi yana beriman o'g'lim. Xotirjam bo'l, ha? Dada, sana ko'p rahmat. Xo'shamsan. To'xta o'g'lim, to'xta. Sana desamchi o'g'lim, o'g'il bola degan pish kerak. Yo'qitishnimi, tepishnimi bilish kerak. Buni esingda chin tut o'g'lim. Ma'qul dada. Xo'sh. Ha, desili bolaga pul beraverib, yomon o'gitib qo'ydigan bo'ldi dadasi. Bu ishlarga sen to'la aralashib ama. Boya u tijorat qilaman dedi-ku, ha? Bekotalab bo'lib qolsa qanday qiladi? Yeni geldi. Kalpa. Dedim şundak taliye bacıma. Doğru dedim. Rasta vatsa. Arakni içüte. Çok Gel. Seni hoca. Arakni alamet götürüp koy sen Cuma, ha? Barışcanov kim? Qani, cho'ng tikmamsan? Aka, bo'lmasa men tikima, ha? Ey. Sodiq akamizning qarzi olsang bo'lmadimi, ha? Çok ememes mi? Akimiz diyen beriverdi. Akamizni puljiq deyman, puljiq. Uqdingmi? To'g'ri. Qanday? Qarz olamsa? Ma'qul. Qaytara olamsa? Aka, men degan o'g'il bola. Xotirjam bo'la. Qanchalik pulsa u qaytarib kerak.
Lan Ali. Ben sana bir etlik mesaj verim. Eğer vaxtida qaytaramısan, Allah'ım, kit ol. Xotirjam bo'l. Varsa che buni. Che. Maqlan. Ha, tikishmamdoq. Gelip keyle ha. Keyle. Ben başlap duray. Ben mınsınmadı. Agashdi. Agashdi. Men agashdi. Ha, yana tikdi. Atlamchi. Ota. Attım emse. Dakika. Aling baju. Ahmet diyen bana şu. Ale. Keldingizmi? Mana bu ish haqqingiz. Ha. Bu yerga qo'l qo'yib o'ting. Xo'sh amsa. Xo'sh. Qahramon. Nima ish qilyapsiz? Kitob ko'ryapman. Turing, sizni muhim bir joyga opiraman. Kechiring, bugun boramayman. Bu kitobni ko'rib tugatmasam Voy, bo'lmaydi. bo'ldi qiling. Kitobni boshqa bir chog'da o'qib olmamsiz. Juring. Rostili boramayman. Juring degankin juring. Qo'ping. Voy, bo'lmang. Nima qilib boramsiz? Yatak kirib kiyimlaringizni almashtirib oling. Men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Chiroyli kiyimlaringizni kiyib oling. Bo'lamdi? Ma'qul. İkimiz bir saatlik maktabni oldi biz chiqaylik, ya. Kecelerde uxlamaysan ha. Can balam deb baqqan anamsan. Derya sık yaşları yüz gözümge aqqan anamsan. Derya sık yaşları yüz gözümge aqqan anamsan. Dil mehrini axsizga qildi. Bana berip baqqan anamsan. Bana berip baqqan anamsan. Gece gündüz derdini tartib sapqatarga qatman anamsan. Gece gündüz derdini tartib sapqatarga qatman anamsan. Bir meningla baxtimni izlab kunda pal ochgan onamsan. Mening uchun
yığlap yığınıp yollarımga çaçkan anam sen mening uchun yığlap yığınıp yollarımga çaçkan anam sen men uchun çoğlanıp kuyup yürek bağrı akkan anam sen yürek bağrı akkan anam sen bana da barini tügel talay azap tartkan anam sen bana da barini tügel talay azap tartkan anam sen talay azap tartkan Balam, apan qani? Apam etizlik ketdi. Ma bir nimani bilib olgin desam, o'rganish qilaman deb turib oldi da. Enangning degani rasma? Davlatlik imtihon yiqilishib qolgandi. Shu Ketira, unda qasqiningni. Sendek yetmek imtihon berishi kim qo'yibdi? İmtihandan o'tadigan taqdirdimi? Ya'ni shu, dehqon bo'lasan, dehqon. Bak qara. Dehqonning bolasi dehqon bo'ladi deganni biladigansan, ha? O'zingga chog'liroq ish qil. İmtihon beraman deysan ataxi. bu deganing xato dada. Nim deding?
Mening deganim xatomi texi, ha? Sen men bilan takkallashqidek bo'ldingmi? Seni o'qitib, mushunchalik qilib qo'yganimga xush bo'lsam bo'larmiki? O'qitmay desa, hili o'y kelib, hili bu kelib, jarimon olamiz deb boshdan og'irtgan. Xap. Hey, ko'zimga sat ko'rinmay o'rnimda o'tir. Tura deyman. Bu geldenkeş. İmtihan vermem, okuyman desin artık. Man gel yandırıqday oldum. Bu yitimek. İmtihan vere, oku. Bu geldenkeş. Man gel yandırmak için artık. Gel yandır. Gel yandırmak için. Kaçma! Kaçma! Hey, ne varsa? Tokta deyme. Rasa obdan qilding dada. Uni toza urish kerak. Bu bir nimaga? Tayoq to'g'ri deymi? Shunday qilayotganishni qara. Uning tayoq oz bo'lib qoldi. Yang desa oldida kelib yugurgan. Opisi balduroq kelib. Ma tamoqni atmasa, o nadik tamoqni yedi ekan tang. Ma gap yondirayotganini qara, bu itning bolasining. Shu emasmi? Hayvon bolasini boqsang, og'iz buningni yog' etar. Oningdek yetimni boqsang, og'iz buningni qon etar degan rost gapkan Juma. Rost. Uni ilmi bakda qilib ketdik dada. Obdan bolam, tatliq bolam. Sen mening isil bolam, ha? Yaxshi o'qi bolam. Men seni bek yaxshi ko'raman, ha? Sen uyda turibda mening azroq ishim botdi. Men qaytib kelganda sen yaxshi ko'rdigan narsalardan og'ash kelaman. Ma'qulmi bolam? Ma'qul dada. Men ketdimamsa, ha? Xo'sh dada. Xo'sh. Appa. Oy, qahramon. O'rganishingni qilmay bu yerga kelib qolsang-ku bolam. Nima bo'ldi? Bolam, o'rganishingni qilsang bo'lmasmidi? İmtihan yaqinlashib qoldi emasmi? O'rganishingni obdamroq qilmasang bo'lmaydi bolam. Bana qarag'ana jinim bolam. Nima bo'ldi? Yig'lagan o'xshamamsan. Jinim bolam. Dadamga urgan o'xshamamsan. Buna menda. Seni şundan karniyat adamdan kolumu koydum. Eğer dadam rahmeti hayat olgan bolsa, bundan seni kalmasıydım. Ezinim balam. Görsün seni balam. Bitmeley balam. Kurtarmaz. Benim balam. Dada, men maktabga mangayamsa. Maktabga mangansan bolam. Sana hevsim keladi Juma o'g'lim. Qara, men sana pul beray. Qo'sqinga sucho qara. Lag'man ip ber. Qo'sqingni hargiz och qo'yma. Ma'qulmi bolam? Ha? Rahmat dada. Hech qisi yo'q. O'g'lim, kechda bozorga qaytib kel, ha? Ma'qul. Ha. Qaraysan-ku. Nim bo'lding?
Sen mi xiyalında bana pul bersken demekçimisin? Hey, man qara. Seni okutuş için zat qanchalik pul ketganligini sen bilemsen. Gözümge set görünmey. Derhal ornunda turup mektubingni bak. Bana deyman. Gözümge set görünme. Bana. To'nalarni elib, tapsa mektubingni bak. Tapsa bol. Gözümge ko'ringüchi bo'lma. Bana deyman. Hey. Eshik o'tirsan qo'y. Çay koya. La qarak koya, la qarak. Acaba ayak koysa. Kahraman. Balam Kahramancan, to'xtab turg'ina. Bu pulni az bo'lsin yeningga sep qo'ygan. Bala. Hey. Onu qilin berdim. Yenimde ishimda ishga qo'yib atdi. Balalarning oldida xijil bo'lib qolmasin deb berdim. Mao. Nereden kelgan pul? Ha? Tünügün göç ağanda işip qalğan pul edi. Yo'q, ya. Yolg'on gap bo'lsin, ha? Bundan keyin sen puldagilimni ko'p topdi. Hey, nima qarab tursa? O'zimni to'liqsat ko'rmay, mektubimni bak. Mamam sen. Hey, shu zot seni nima qilib yotsa bo'lar, ha? Hoş, nan, kiyim keçek verip bir kuatimen. Bunun gibi razı mısın sen? Bana, yürü. Kurlamam hergiz hayvan emas olar mı insan? Benimle azar suluk dıllarga Yürüklükta çekmişsin pigan Bermem azar suluk dıllarga Giriplikta çekmişsin pigan Öz oğlini kadirlep dada Saldi azap yetip oğulga Öz oğlini kadirlep dada Saldi azap yetip oğulga Entip bitin biçare Kılgan idi zadine günah İmtihonlar yaqinlashib qoldi. Tayyorlig'im qandaqroq? Herhalde yaxshi. Urmamsa? Yaqamni qo'yib boris. Sen Nima nochiding qilsa? bu, ha? Yaqamni Nochiding qo'yib o'tib qolay. Ata, ha? Mavering ura. Bekatchimi boris? Nochmasan urib boqmamsa? Ura. Astagfirullah, yaqamni qo'yib deyman. He? Mavering ura. Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi qilinglar. Akam keldi. Qani, nochiligimni qilmamsa? Qila, ha? Nemish bo'lganti? Qilmamsa? Ha? Nemish bo'latdi? Maktab ketyapsam, Qila. qasddan men so'qib o'tdi. Nemish so'qisan desam, mol egisidan o'g'ri kuchlik degandek. Bika demika, men urib ketyapman-da. Mushundaqmi o'ktani qilgan bormi? To'g'ri emasmi? Varsa qata. Hamma gunoh varsa. Ishini qilish. Qat to'xtab turish. Bo'ldi, Varis. Sen kirib ketgin. Ay, menga. Sen kirib ketgin. Ukamga o'zim gap qilay. Bo'pti. Xap to'xtabdi qahramon. Dadam bunday o'chimni olmaydigan bo'lsam. Oldirmaydi.
Akılsız. İnanın hak orası karap durdu mu? Haklı nemişki uğurmaysan? Nemişki inanın üçünü ipemeysen? Bu akılsız. Bu yakile demen. Bu akılsız. İnanın üçünü nemişki ipemeysen? Hak inanın orası karap durdun mu akılsız? Akılsız. Kuluğun gep anlamamdı. Ben sana ne çıkıttım dedim ha? İnanın hakla bozda kısa. Karap durma dep ben sana dedim mi demedim mi ha? Akılsız. Dayakını tayman tet bakı. Hak ne? Bana okşaş ursanmamdı ha? Dadı bir bulmagan bilen anan bir go ha? Kina okşaş emas bu akılsız. Ne bu haklı inanın orası karap dursan? Ha? Gep kıla deyman. Ben sana dayakını tayman tet koy. Bu akılsız. Nima o'xshash ursangmanda? Gap qila, yetimak. Gap qila deyman. Bundan keyin haq inangni urus qarab turib baqaqini. U noahli. U yetimak. Acaba adama Hey, sana imtihan berishni kim qo'yibdi, ha? İmtihandan o'tadigan taqdirdimi? Yana shu dehqon bo'lsa. Dehqonning bolasi dehqon bo'ladi deganni biladigan sen. Cho'chirni xamsalabsan. Seni o'qitadiganga cho'q qara. Mening bir timi pulim yo'q. Bir timi pulim yo'q. Hey, yetim o'g'loq. Seni o'qitishga necha yildan beri qanchalik pul xarjlaganimni bilamsan, ha? Baribir qig'ining bilan cho'q qara. Yana shu, Madika bo'lasan, Madika.
Turmanja. Xo'sh xabar bolam. Sizni bu yer kelmang degandim opa. Bu ishlarni o'zim qilib tugatdim. Hoy jinim bolam, sana chaqiriq kepti. Nima? Chaqiriq keptimi? Qani o'qib baqqina, qaysi maktabdan keldikin? Şinjan Üniversitesi'den kepti opa. Rasma, yolg'on aytmagansiz? O'qish pulini qanday qilamiz? Dadanga ahvolni tushuntirib baqay bolam. Lekin uning qo'shilmaydiganligi ko'zimga ko'rinib turdi. Mushu kunlarda uning yuragi tashdaq ketib ketdi. Agar faqat amal topolmasak, urug' tuqqanlardan oz to'la bo'lsam qarz elib, dadanga uqtirmayla seni yo'lga sep qo'yman. Sen xotirjam bo'lgin o'g'lim. Bir amallarni qilib bo'lsam, seni cho'qim maktabga yo'lga solaman. Örümchiga berib olsamlar, bir tarafdan o'qib, bir tarafdan ishlab, turmush ham o'qish rasxotimni o'zim hal qilaman. Sizga eg'rimni sanmayman, apa. O'qish. Endi bo'ldi qilsak bo'ladiki, xotin, ha? Uni mashinchilik o'qitganimmi? Yetib qo'sh, ha? Sana desem xotin. Endi o ma uyning ishini qo'liga olsin. Bizning bu orom oldigan vaqtimiz bo'lib qoldi, xotin. Lekin dadasi. Nima lekin o? Gap bir quloq ishki. Endi uni o'qitadiganga cho'qara. Mening bir timi pulim yo'q. Meni qoyil qilaman deb to'la og'ir bo'lma. O'qitqin kelgan bo'lsa, o'zing bir amal qilib pul tepib o'qitsang bo'laverdi. Mening karim yo'q. Bu ishga cho'qara. Meni to'la aralashtirib olma. Mening karim yo'q. O'zing qanday qilsan qil. Mushu avtobusgan apa. Mushummikan. Jinim bolam, qahramon. Sen maktabga borgandan keyin hargiz o'yinga berilmay, yaxshi o'qigin. Mening umidimni oqlab olam. Ma'qul apa. Sizmi o'zingizni asrab. Men maktabda o'qiyman deb sizni jafoga qo'ydigan bo'ldim, apa. Hargiz undaq demagin bolam. Sen baxtingni topsanglar, men shundan xursand. Yaxshi o'qigin. Xo'sh, apa. Aman bo'lib. Jinim bolam, seni Xudoga topshirdim. Xo'sh. Mashinadan chiqqan. O'zingizni asrang, apa. Ma'qul. Xo'sh bolam. Xo'sh, apa. Maktabga berib qo'ysangiz, unutmagin bolam. Berib qo'ysangiz o'tgan. Xo'sh. Seni Xudoga topshirdim bolam. Oq yo'l bo'lsin. Xo'sh, apa. Xo'sh bolam, xo'sh. Berib xat yozgin, ma'qulmi? Can balam deb bakkan anamsın. Derya, derya, seyreşleri. Yüz yüzünge akkan anamsın. Derya, derya, seyreşleri. Yüz yüzünge akkan anamsın. Dilmeklerini aksya kıldı. Bana verip bakkan anamsın. Bana verip bakkan anamsın. Gece gündüz derdini tartır. Sakatarga katman anamsın. Gece gündüz derdini tartır.
Çaçkan anam sen Meni için yıklar yığını Yollarımda çaçkan anam sen Meni için yıklar yığını Yollarımda çaçkan anam sen Yürek bağrı yakkan anam sen Yürek bağrı yakkan anam sen Bana da bari tüger Halaya zap tartkan anam sen Baqrat, ma'an qarag'ini. Rostdan ayt. Rostdan ayt to'g'timan. Qahramon nega ketdi? Gap qila. Qo'ydi. Menga rost gap qil. Bilmayman. Bilmayman. Ha? O yetim o'g'loqni qaysi puling bilan o'rimchiga yo'lga solding? Ha? Qarz oldim. Nim dedim? Qarz oldim. Ma gapni qara. Sen taqiy haqdan qarz pul oldingmi? Ha? Kimdan olding? Ha? Qaysi saxovatchi sana pul beribdi? Sen onunğa bir iş qilib berganmiding? Ha? U sening qo'shningmidi? Gap qila. To'la qalaymagan gumon qilmislar. Enimdan qarz oldim. Agar ishonmaslari, berib so'rab baqslar bo'lmadimi? Estağfurullah. Bu qarzlarni endi qanday qaytarsan? Ha? Qanday qaytarsan? Nadigachilik qilib bo'lsa-mu, cho'qim qaytaraman. Meni tulish beramikin deb ham xil qilma, uqdingmi? O'zing qanday tulsan tula? Mening bu ishlar bilan ko'rim yo'q. Tushunmadim. Menga tushuntirib qo'yaman. Seni qıçaşqan, g'arq masjidlarning ustiga sakrab chiqib, mushuk degan to'qi yurak, nochi bo'lsang maydonga chiq deb tikan, hiliq mushuk sakrablam qochqil.
Onchilik emas bu. İkimiz hem partidaş, hem yakın dost qolduk. Mening ko'zim tutqanim. Buningdimi yaqin do'stlikni demoqchiman. Bechara balam. Kunlarim qandoq o'tib atqandi. Vaqtida pulni ivatib turamadim. Sen xaytingda ta'tilda boramayman debsan. Balkim o'qish puli tepish uchun ishlash xiyolida bo'lgan bo'lsan kerak. Bechara taleysiz balam. Sig'inish o'tida puchlangan qalbimni qachonmi tinchlantirasiz? Qachonmi jinim apa deb oldimda paydo bo'lasiz? Xayr. Bomba kelgisi uchun.
Qahramon, sizning yurgingiz bormi? Gapingiz bek ochiqchimi sizning? Ajab buni so'rab qoldingizmi? Shundaqmi so'rab qo'ydim. Yo'q. Men bilan yuradigan qiz texi bu jahonga apridi bo'lmagan bo'lsa kerak. Apridi bo'lgan bo'lsa-mu, topolmay yurgansiz balkim. Yoki o'qishni bitirib bo'lib, xizmatga chiqqandan keyin muhabbatlashishni o'ylashyapsiz. Meningcha, muhabbatning vaqti saati bo'lmaydi. Agar ikki qalb bir-birini haqiqiy yaxshi ko'rishsa, muhabbat tabiiy shakllanadi. Qandaq tabiiy? Masalan, ikkimiz bir-birimizni haqiqiy yaxshi ko'rishib qolsak, bir-birimizga mehrimiz tushib, ko'ngil rishtimiz uzluksiz birlashib qolganini qoladi. Aski. Degine bolam. Sana neç pul lazım? Mən so'm dada. Buncha ko'p pulni nima qilasan, bolam? Voy, opa. Men sana necha qitim tijorat qilaman dedim-ku, ha? To'liq sizni tugatibla o'qimayman deb maktabdan to'xtab qolgandan keyin tijorat qilaman degicha, etizariq ishlarga yordamlatsang bo'lmamdi. Bo'ldi. Onu ig'ir emgekten ezilib tugatsin demsen, ha? Og'zing kelganini jo'layverdi ekansan. Qandoq degan gap bu? Mana bu 1000 so'm. Rahmat dada. Tugisi yana beraman o'g'lim. Xotirjam bo'l, ha? Dada, sana ko'p rahmat. Xo'shamsiz? To'xta o'g'lim, to'xta. Sana desamchi o'g'lim, o'g'il bola degan pish kerak. Yo'qitishnimi, tepishnimi bilish kerak. Buni esingda chin tut o'g'lim. Ma'qul dada. Qo'sh. Ha, desili bolaga pul beraverib, yomon o'gitib qo'ydigan bo'llar dadasi. Bu ishlarga sen to'la aralashib ama. Boya u tijorat qilaman dedi-ku, ha? Bekatalab bo'lib qolsa qanday qiladi? Allah versin Cuma, ha? Sadıqcha uka. Bu bola o'rta maktab o'quvchisi qiladi. Uningga aroq ichkizni saqla bo'ladi. Nima deydim al? Agar darsni qaydi. He, artık aralashmay. Aroqni tatsang bunda, gaday, ha? Haqa og'zini qurib nima qilay? Qani. Xo'ja. Işte. Qarab turibdi. Xo'ja. Ha. Gel. Amisa. Gel. Boş. Kim buldu? Tuya. Duymamsa? Tuya deyman. Var ya. Ha, qani xo'ja.
Varis, bu araq närin ketdi, ha? Sizlarga bir usul o'ynab turay. Anisa, men o'ynashni boshladim, aka. Yashaymiz degan. O'ynadoq, ha? O'ynaymiz degan. Bugun yashaymiz, ha? La 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 la. Vallahi Bo'ldi. O'ltirib, qamay, o'ltir. Bo'ldi, o'ltir. Ana, qo'ldan tatole. O'ltir deyman. Che. Bo'ldi, jim o'tir. Varis Qo'sha. Biz qachongacha mushunda zakkisi yo'q ochiq aroqni ichaveramiz, ha? Manda uyingdan katta, to'qo go'shi degandek narsani achsang, zakkus qilib istak bo'lmanda. Aka, o narsalarga bor, lekin pishirib yeydigan uy yo'q-da, ha? Dava. Mana datlan ketdi. Senli çataq yo'q desang-chi qara. Uy degan mana menda, ha? Qanday dedi? Shu, akimiz bor. Sodiq akamning qo'lidan har ishni deyman. Varisjon. Sen texi meni tushunmaysan, ha? Men Sodiq akamning cho'qara. Qo'li yetmaydigan narsa yo'q, ha? Ajrala, uyga borsa, ha? Maqayli. Pul to'lata. Ey, pulni to'lab o'tmaysizlar, ha? Pul, ma pul to'lata. Mau narsalarni og'ash ketay. Nech bo'lyapti? Qo'lingdagi yetadi. Aka. Mana. Xo'sh. Xo'sh. Mahmud. Lanet o'g'rilar. Xuddi meni to'qonlarim bilan tanishdik. Eng semiz, eng yo'g'on to'qonlarimni o'g'irlab emasmi? Bo'ldi dedi. Qalandirlar. Bu o'lgurlar. Chechilavermay chaylarni sizlar. Chechilmay qandaqmi tura olayman, otsi? Uni qo'y. Bo'ldi qiladi-da. Bunchalik qilib ketmak ishmi emas-ku bu. İlohim, mashini biz o'lasan. Xudoyim jazoni berasan o'g'irlarning. To'qonlarimda onasining haqqi bormidiki?
Bu ülgürle. Savaqdaşlar, bu bir mavsumlik o'qishni qalbilik tamomlab, yana bir o'qish mavsumini kutib olish oldida turibsizlar. Men sizlarga bir ishni o'qtirmoqchi. Savaqdash qahramon bu mavsumda tirishib o'rganib, a'lo natija yaratganlik uchun men uni o'rganish hayit qilib tayinladim. Buningdan keyin men sizlarning uni texmi qo'llab berishinglarni umid qilaman. Rahmat. O'rganish boshlasak, qayerga boramiz? Maydon tarafga. Kichkina saharlik bilan ketib boramiz. Ma'qul.